Inson tanasida taxminan 30 dan 40 trilliongacha hujayra mavjud. Ammo eng hayratlanarlisi, har bir inson hayoti atigi bitta hujayradan boshlanadi. Ko'zga ko'rinmas darajada kichik, ammo ichida butun boshli organizmni qurish uchun to'liq genetik dastur yashiringan. Aynan shu bitta hujayra bo'linadi, ko'payadi, murakkablashadi va hayotning eng buyuk jarayoni boshlanadi. Dastlabki haftalar. Hujayralar shunchaki ko'paymaydi. Ular kelajakdagi tananing poydevorini quradi. 3 hafta. Yurakning ilk hujayralari paydo bo'ladi. Hali juda oddiy tuzilma, ammo tizim ishga tushgan bo'ladi. 4-hafta. Yurak urishni boshlaydi. Inson hayotidagi eng birinchi ritm. 5-hafta. Miya shakllanishi boshlanadi. Kelajakdagi barcha fikrlar, hislar, xotiralar shu bosqichdan. 6-7 haftalar. Qo'l va oyoqlarning asosiy tuzilmalari paydo bo'ladi. Tana o'z arxitekturasini chizmoqda. 8-hafta. Asosiy organlarning deyarli barchasi mavjud. Mittigina o'lcham, ammo murakkab organizm. Haftalar o'tadi. Tizimlar takomillashadi. Harakatlar paydo bo'ladi. Va nihoyat 9-oy. Uzoq va mukammal jarayon yakuniga yetadi. Millionlab jarayonlar, son sanoqsiz bo'linishlar, mutlaq aniqlik. Natijada yangi inson.